Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taologa beadad maqtov va hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli masjidimizning mehmonlari va e'tikofchilar, Alloh subhanahu va taolo o'zi kuch-quvvat bersin. Balkim bir ertami bugunmi adab al-mu'takif, e'tikofda turgan insonlarning odoblari, masjidga kirgan insonlarning odoblari degan bir mavzu bor ekan. Inshaalloh buni ham bir jamoatimizga o'qib beramiz. Alloh taolo nasib qilsa. Biz bu kitobdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgan narsalarini yoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rgan narsalarini, demak Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hayotiga tegishli bo'lgan bir mavzularni sizlarga imkon qadar o'qib beryapmiz. Hozirgisi bugungi o'qib beradiganimiz ta'ziruhu va ta'dibuhu sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bizning tillarimiz ham aytiladi, ta'zirini berib qo'yaman deydi. Shu ta'zir deb arabchasi ham shunday ekan. Va ta'dibuhu degani odobga, axloqqa chaqirib qo'yishlik degan masala. Bu ta'lim tarbiyaga hamma chaqiradi. Yana shu yerda bir aytiladigan masala borki, bizni urf-odatimizga qaytsak yaxshi bo'ladi. Hozir yangicha bo'lamiz deb, zamonaviy bo'lamiz deb bir narsalarimiz o'zgarib qolyapti. Masalan, shogirdlar ustozlarga itoat qilmaydi yoki maktabdagi o'quvchilar o'qituvchilarini har xil ahvolga soladi. Bizni yoshlik paytimizni eslasanglar, biz yoshligimiz bu yerdaylar, o'zi umuman tarixda masalan bir shogirdni ustozga olib borib topshirsa, go'shi sizga, suyagi bizga deb aytilardi avval. Keyin uni ustozi ham chiroyli qilib tarbiyasini beraveradi. Hozir 9 yil maktabda dars berib, bir kun so'kib qo'yadigan bo'lsa, haligi o'qituvchisini internetga chiqarib yuboryapti. Bunday odob bizda yo'q. Qani ustozni hurmat qilishlik? Yoki qani imomlarni, yoki qani ota-onani. Men Misrda o'qiganimizda bir avstraliyalik do'stimiz bor edi. Buni bir necha marotaba aytib berganmiz jamoatimizga. Uydagilaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Dadang desa, dadam qamatib yuborganman deydi. Nimaga qamatib yuborasan? Sen meni so'kib qo'ydi, dadam qamatib yubordim deydi. Shunaqa bir nimalar bor ekan-da, masalan, nima deydi, shu darajaga yetib boriladi. Shuning uchun hurmatli jamoat, o'zimizni urf, odat, odob, axloq, tariximizga ham qaytishimiz kerak. Shunday ko'p yaxshiliklar bor-da. Mana din degan yaxshilikka buyuramiz va yomonlikdan qaytaramiz. Lekin ba'zi paytda ta'zirini, odobini ham berib qo'yish kerak bo'ladi-da. Ba'zan so'kib qo'yish kerak bo'ladi. Ba'zan quloqidan cho'zib qo'yish kerak bo'ladi. Ba'zan sal urib qo'yish kerak ham bo'ladi. At-ta'zir huwa at-ta'dib ala zunubin lam yushra fiha ahad. Ta'zir degani bu odoblab qo'yishlik, tarbiyalab qo'yishlik, to'g'rilab qo'yishlik. Taxtalifu bi ixtilafil janib. Jinoyat qanchalik darajada bo'lsa, ta'zir berishlik ham shunchalik darajada bo'ladi deyapti. Lekin ta'zir berishligimiz to'g'ri bo'lishi kerak-da, o'zimizni zararimizga bo'lmashi kerak. Bittasini bolasini ta'zir, yangi mashina sotib olgan ekan bittasi. Mashinasi qimmat ekan, chiroyli ekan, nomerlari ham chiroyli ekan. Odamlar gapiradi ekan, bunday mashinasi bor ekan deb odamlar ajablanibdi. Hamma maqtagan ekan, shu mashinasini chiroyli qilib minib yuribdi. Ammo 4 yashar o'g'li bor uyda. Haligi bolasi mashinani qimmat arzonni ajrata olmaydi-da. Yosh bolaga 1000 so'm bersangiz ham, $100 bersangiz ham, 50 so'm bersangiz ham, 20 so'm bersangiz ham farqiga bormaydi. Pul berdi deb xursand bo'lib ketaveradi. Bu ham dadam mashinasi bor ekan deb mashinaga toshman chizib tashlabdi. Toshman yozib yuborib talik qimmat mashinaga. U keyin nima qildi? Bolani bir ta'zirini berib qo'yay, bir tarbiyasini berib qo'yay deb haligi bolasini rasa qo'lini bunday qo'yib, qo'liga urib, keyin qon chiqqanini ham bilmay g'azabi chiqqanda ko'p haligi urib yuborganda bolasini. Qarasa, haligi qo'lini barmog'i sinib qolgan ekan-da. Doktorga olib borgandan keyin qo'lini kesib yuboramiz. Kesmasak bo'lmaydi deb ota juda nadomat qilgan. Hali domlamiz aytdi-yu, so'z chiqadi og'zingizdan ba'zan, lekin attang qolasizda. Otasi nadomat qilib, qaytib kelib, mashinasini qarasa, haligi bolasi bir
dada siz yaxshi ko'raman degan ma'noda chizgan ekanda, ota siz yaxshi ko'raman deb qayoqqa yozishni bilmasdan shuni mashinaga yozib qo'ygan ekan. Endi bu barmoqchasi ketib qoldi. Bir umr qaytib kelmaydi. Shuning uchun bu yerda aytibdiki, taxtalifu bi ixtilafil jani, jinoyatni ko'rinishiga qarab jazo ham farq qiladi birodarlar. Masalan, normal tartib sunnat degan narsa bor. Ba'zi paytda bolalarimizni ko'p ta'zir qilib yuborishligimiz yaxshi emas. Ba'zi paytda ko'p taltaytirib bemalol qo'yib qo'yishligimiz ham yaxshi emas. Buni inshaalloh bizni dinimiz o'rgatadi. Bixtilafin nasi va ahvalin nasi fatuqaddaru biqadri al-jinoyati debdi. Jinoyat qanchalik bo'ladigan bo'lsa, shunchalik taqdir qilinadi. Boya aytilganday, bu yerda voqealar bor, ba'zi bir ko'p qissalar bor. O'zingizlarda hayotingizda ham shunday ko'p voqealar bor. Bolangizga yoki yaqinlarga qanday ta'zir bergansiz, ko'payib ketganmi, ozayib ketganmi? Fatanawwul uqubati bit-ta'zir ala qadri al-maslahati. Undan tashqari inson birovning ta'zirini bermoqchi bo'layotgan bo'lsa, shu o'zgaradi, yaxshi tarafga bo'ladi degan maqsadda ta'zirini berishlik kerak ekan. O'zimizni ko'rsatib qo'yishlik uchun, qandayligini bildirib qo'yishlik uchun, ko'rdingmi, akang bunday degan maqsadda emas. Shuni kelajagi yaxshi bo'lsin, shu bolam kelajagi yaxshi bo'lsin, yaxshi tarafga o'zgarsin yoki farzand yoki shogird, shunga o'xshagan narsa. Ta'ziratu Nabiy sallallohu alayhi va sallam kanat mutanawwi'atan, mukhtalifatan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ta'ziri, biz ta'dib dedik, odoblari muxtalifatan degani bir necha xil ko'rinishda edi. Mutanawwi'atan degani bir necha navlarga bo'lak har xil bo'lgan edi. Birinchisi, famin ta'zirihi sallallohu alayhi va sallama, salovat aytadigan hurmatli jamoatimiz bor bizni. Salovat aytib turadigan jamoat. Payg'ambarimizga, al-xotama min yadi sohibihi va tarhuhu. Bir kishi tilladan bo'lgan uzuk taqib olgan paytda. Bilamiz, hadis bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam axoda an-nabiy sallallohu alayhi va sallama, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ng qo'llariga tillani oldilar, chap qo'llariga nimani oladilar? Ipak, ipagini oldilar. Qala inna hazani haramun ala zukuri ummati. Erkak ummatlarimga mana bu ikkalasi haromdir degan hadis bor. Erkak ummatlarimga mana bu ikkalasi haromdir. Tilla va ipak. Tilla bilan ipak. Arablarda qandaydir tilla tish qo'yilmaydi. Mana oxirgi reysda uchib kelsak ham samolyotdagi so'rayapti. Umraga biz uchib boramiz, sizlar samolyotingizlar. Nimaga erkaklar hammasi tishlari tilla deyapti. O'zimizni odatimizga o'rganib ketganmiz-da. Lekin haligi arab men ham e'tibor bermagan ekanman. Bu tilla emasmi dedi, yo'q, shariatimizda ham ruxsat bor, hammasi ham tilla emas deb qo'ydim. Chilabchun deb qo'yardi yashigimizda. Shunaqasi ham bor dedim. Lekin tashqaridan kelgan odam e'tibor beradiganda, xuddi shunga o'xshab hurmatli jamoat, o'zimizga bilinmaydiganda yashab yuraversangiz bilinmaydi. Masalan, bizni xalqimiz arablarni ko'rib, yamanlik va iroqliklarni ko'rsa, bu bir millatning ustidan gapirish emas. Yamanlik va iroqliklarni ko'rsa, biznikilar hayron qoladi. Nimaga bularni hammasi mo'ylab qo'yib olgan deydi. Lekin ular bizga kelib qarab, nimaga bularni hammasi jins uchun kiyib olgan deydi. Ular keng kiyim kiyib yurishadi. Shuning uchun hamma millatda o'zini hamma joyda o'zining urf-odatlari bor ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, mavzuyimizga qaytayotgandagi shu mavzuga tegishli qissa, haligi tilladan bo'lgan nima qildilar? Uzugini olib tashlab yuborgan voqeasi. Geç buna uzugin degan voqea. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qanday qilgan? Fa Abdullah ibn Abbas an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin fa naza'ahu fa tarahahu. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishining qo'lida, musulmon bir birodarning qo'lida oltindan bo'lgan bani uzugni taqib turganini ko'rdi. Qo'lingni ber bu yoqqa dedi. Haligi kelib uzugni olib yerga otib yubordi payg'ambarimiz. Payg'ambarimiz xulqi buzuq ekani, qo'lidagi uzugni sug'urib otib yubordi degan so'z bo'lmasin. Biz aytdik, g'azabni chiqaradigan o'rnida g'azabni chiqarmaslik qo'rqoqlik bo'ladi. G'azabni chiqaradigan o'rinlar bor. G'azabni ushlaydigan o'rinlari bor. Fatarahu degani shunday olib turib uzugini yerga tashlab yubordi. Va aytdilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Sizlarning birlaringiz qo'llariga do'zaxning o'tlarini taqib yurishlikni xohlaydi. Qasd qiladi. Ataylab taqib yurasizlarmi? Qanday bo'ldi bu? Tilla bo'lgan uzukni.
shunaqa bo'lib qoladi ba'zi paytda. Kumushga ruxsat sunnat emas. Ammo tilla erkak kishiga ziynat emas. Erkak kishining o'zining ziynati bor, ayol kishining o'zining ziynati bor. Faqila lirrajuli, boyagi kishiga aytildi. Sizni dedi uzugingizni oling dedi. Istamil degan yoki xuz xotamaga intafiya bihi. Siz dedi uzugini olib foydalanmaysizmi dedi. Masalan, uni eritishingiz mumkin, sotib olishingiz mumkin. Halolda. Boshqasiga sotib oling, eritib ishlatib oling dedi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llari bilan otib yuborgan uzugni qaytib hech qachon olmayman dedi. Tarixdagi aroq ichgan odamlar, alqashlar demaylik, sahobalarga aroq ichgan odamlar, aroqning bosqichlarini qarangda, bir bosqichda harom bo'lmadi-yu. Bir necha bosqichlarda harom bo'ldi. Oxirida nima dedi? Fahal antum muntahun. Alloh taolo to'xtaysizlarmi? Aroq ichishdan to'xtaysizlarmi? Desa sahobalar idishlarini ham, aroqlarini ham hammasini intahayna ya Robbana. Bo'ldi Robbimiz, to'xtadik degan. To'xtadik, bo'ldi. Fahal antum muntahun. Mana sahobani qarang, uzugini olib tashlab yuborsa, qaytib olmayman deyapti. Bozorda bittasiga bay qilsa mashinani, ikkinchisi 5000 bersa, bayini tepalab bunga bay qilib qo'yaryapti. Qiziga sovchi kelsa, bo'ldi sizga berib yubordik deb turib, boshqaroqdan sovchi kelib qolsa, boshqasiga berib qo'yapti. Mana narsalar bo'lmaydi, birodarlar. Yoki birovga bir narsani hadya qilib bersa, keyin qaytarib olyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim bergan narsasini qaytarib oladigan bo'lsa, kamasalil kal, itga o'xshaydi dedilar, itga. Oddiy it emas ekanda, qanday it desa, qusib, qaytib qusqusini yalagan itga o'xshaydi. Shuning uchun biz ota-onalarga ham aytamiz. Bolam ona cheksangga, mana uyimsiz menga, ona mashina unga deb keyin qaytarib olmaylik. Yoki do'stlar birodarga bir narsani berdikmi, qaytarib olmaylik. Shuning uchun berishdan avval yaxshilab o'ylab qo'yaylik. Berib yubordimmi? Ola olmayman qaytib, chunki u uniki bo'lib qoldi. Keyingisi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va min ta'zilihi sallallohu alayhi vasallam izalatil munkar bil yadi va itlafihi. Qo'llari bilan bir narsani tortib, sug'urib qo'yishlik voqeasi. Oysha onamiz aytadilar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan bir g'azotga chiqqan edik. Namat degani parda. Mana u devorga bir parda qilingan ekan. Biz vaqtimiz qisqa ekan, endi men hadisni qisqartirib yuboraman. Tarjimasini aytib yuboraman. Men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan yashirib qo'ygan edim pardani. Keyin uyga kelib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pardani ko'rib qoldi. Qani bitta parda haqida so'z ketyapti. Pardani ko'rib qoldilarda, haligi pardani ushlab tortdi deydi. Tamazzaqa degani yirtilib ketdi degani. Pardani tortib uzib oldi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Sizlar dedi, biz hadisda biz endi bu devorni, toshlarni at-tin val hijara degan toshlari bilan devorlarni bezab o'tib ketaylikmi dunyoda dedi. Ha, birodarlar, hammamiz shu hadisga tushamiz, deyman. Hammamiz tushamiz. Uyga borib pardani qarab ko'ring-da. Derazani bu yog'iga o'tib ketdi. Mana parda normal, uni turibdi. Jalus. Quyoshni nurini to'sishlik uchun, agar buni qilmasak, gilamimiz kuyib qoladi. Mana masjid o'tganligi e'tikofdan bizning masjidimizga sovg'a. Lekin uyimizdagi pardani qarang, 1, 2, 3 qavat bo'lib ketdi. Derazani bu yog'iga o'tib ketdi. Hali tepadagi turbasi ham bitta, ikkita, uchta qavat bo'lib ketdi. Yumshog'i, qattig'i, unaqasi, bunaqasi. O'zi unaqa bunaqasi emas. Quda ko'radigani, qo'shni ko'radigani, hammasi bo'ldi. Bir er xotin ajrashyapti. Yo'q, ajrashmayapti. Ikkita qayna kelisholmayapti. Er xotin qayerda ajrashadi? O'zi endi topishdi-yu bular. Shuncha bo'ydoq yurib u xotinini topdi, bu bechora ham duo qilib bunga erishdi. Nima emish? Devordagi aboy bilan derazadagi pardani rangi bir xil bo'lmay qolibdi. Ikkalasi shu pardani rangi bilan devordagi aboyni rangi muttafaqun alayhi bo'lmaganligi uchun muxtalafun fihi bo'lib qoldi. Bo'ldi. Bu masalada biz kelisha olmaymiz. Shunday voqealar bo'ladi. Nimaga desa, ocharchilik, qiyinchilik vaqtida biz kelishib ketaveramiz ekan. Do'stligimiz mahkam bo'lib turaveradi. Pulimiz ko'paygandan keyinchi bo'lmaydi. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz devorni, toshni, at-tin degani devor, al-hijara degani tosh, shu devorni bezagani keldikmi? Yig'ishtirib pardani deydi. Oysha onamizga. Oling u pardani deydi. Qo'llar bilan tortib, o'sha tortgan paytda, demak, g'azab bilan tortilyapti. Tortgan paytda parda yirtilib ketdi. Keyin aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shunday qilgandan keyin Oysha onamiz
pardadan bolish yasalganda ruxsat berilgan. Ammo ikkinchi rivoyatda aytiladiki, shu pardada otlarni va boshqa hayvonlarning surati bor edi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz g'azabi keldi deydi. Nimaga? Surat bor uyga farishta kirmaydi. Va it boqilayotgan uyga ham farishta kirmaydi. Itni o'zini boqadigan o'rinlari bor. Kechagi masalada bu aytildi. Uchinchisi, demak ikkinchisi, bunda erkak kishi uyda ancha-muncha o'zini erkak kishiligini ko'rsatib tushuntirib turish kerak. Ancha-muncha ayollarni yaxshilikka chaqiramiz, o'z doim chaqirishimiz kerak. Va ayollarni yomonlikdan qaytaramiz, o'z doim qaytarishimiz kerak. Qiyomatda xotinlardan so'ralib qolamizda, hamma narsani qilib keta olmasin. Ana payg'ambarimizdan sunnat pardani tortib, so'ngra yirtilgandan keyin bo'lmaydi bu. Bunday qilmanglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Oysha onamiz aytadilarki, men ikkita bolish yasab qo'ydim. Pardani shunday ishlatmay qo'ydik keyin. O'zi birinchi safar bekitib qo'ydi, keyingi safar baribir yirtilib ketdi. Uchinchisi, va min ta'zirihi sallallohu alayhi va sallam al-ta'ziru bil hajri. Buni so'zlar ekan, to'rtinchisini o'qib beraman. Va min ta'zirihi, bu bil hajri degani buni ko'tarolmaydi ancha-munchalar. Mayli, buni qisqacha aytib beray. Ka'b ibn Malikning voqeasi bor. Haligi Tabuk g'azoti, 30 mingta borilgan Jayshul Usro qiyinchilik askari Tabuk g'azotiga 8-hijriy yilda borishganda munofiqlar Rasulullohga kelib uzr so'rashadi. Uzr ya Rasululloh, kechirasiz, unday edi, bunday deb hammasi uzr so'raydi, lekin 3 ta sahoba Ka'b ibn Malik va u kishining sheriklar Murora va Rabiyalar nima deydi? Rostdan bormay qo'yadi, imkoniyati bo'lib turib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shularga gapirmay qo'yadi. Umuman gapirmaydi. Fanahana ayyuha salasa min kalamin nas hadisda. Bizni uchalamizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirmaslikka hammaga buyurib qo'ydi deydi. Men gapirmayman, sizlar ham gapirmanglar. Tog'amni uyiga borib devordan oshib, "Tog'a, men tuzinglar odam bo'lsam kerak" dedi. Bir qarab qo'yib, u ham gapirman deydi. Itoat qarang payg'ambarimizga. Gapirmay qo'yishlik degan sunnat ham bor ekan. Faqat eplay olsak qilaylik shu sunnatda. O'sha gapirmay qo'ygan bo'yicha qiyomatgacha gapirmay qo'ysak bo'lmay qoladi. Ko'tara olmaydigan odamga qilib bo'lmaydi buni. Ko'tara olgan odamga qilasiz, keyin qiylanadi, keyin keladi, hamma joyiga tushib ketadi. Qisqacha aytdik bunisi. To'rtinchisi, va min ta'zirihi sallallohu alayhi va sallam bil hajr. Be'e'tibor bo'lishlik, hajr qilishlik, tashlab ketishlik. Qanday qilib? Ma kana min hijranihi sallallohu alayhi va sallam li ba'd nisaihi sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir ayollariga gapirmay qo'yar ekan. Bu xotin kishiga gapirmay qo'yish uchun oldin yaxshi gapirgan bo'lish kerak. Masalan, o'zi unga yomon gapirib yurgan bo'lsangiz, keyin gapirmay qo'ysa, Xudoga shukr, quloqim tinchidi shundan demasin. Unga avval pul berish kerak, gul berish kerak deganga o'xshagan narsani hammasi berish kerak-da. O'zingizni birinchi yaxshi ko'rib olish kerak. Birinchi u yaxshi ko'rsin. Ana endi gapirmay qo'yganda qiylanadigan bo'lsin. Bir kishi keldi biz yonimizga. Bu kishiga o'xshab. Bir kishi keldi, kelib aytdi, bu voqeaga 4 yil bo'lib qoldi. Domla savol bor. Nima savol? Shu 2 yil bo'ldi dedi. Bunaqa keyin yana bir narsada domla bir gap aytgan, qo'rqyapman deydi bittasi. Ha desam, shu sizlarga aytsak minbarda aytib qo'yaverasizlar ekan deydi. Voy, sizni atingizni aytmaymiz. Ibratda sizni voqeangizdan bitta odamlar hayotiga ibrat olsa yaxshi emasmi? Mana hozir ham men aytayapman, sizlar uni kim kishiligini, qaysi kishiligini bilmaysizlar. 4 yil muqaddam bo'lgan voqea. Xotinimda ko'nglim yo'q deydi. Umar roziyallohu anhu hamma xotinni yaxshi ko'rish shart emas degan. Xotinimda ko'nglim yo'q deydi. Ya'ni xotin bilan yashash uchun Romeo Julietta bo'lish shart emas. Yashasa bo'ldi. Bola chaqa falonchi bo'lib qoldimi? Yashasa, hayot ketyaptimi? Tamom. Har kuni zo'r muhabbat bo'lishi shart emas. Bo'lsa yaxshi. Mavaddatan va rahma, Alloh taolo muhabbat qildi sizlarning xotininglarga, qalbinglarda deyapti. Bo'lmasa-chi, muhabbat sal ozayib qoldi, uyingga jo'na deyish yo'q. Yashalaveradi. Bu kishi aytayapti, domla 2 yil bo'ldi, xotinim dahliz uyda yotsa, men katta uyda yotaman. Dahliz, bu forscha so'z, dahliz deyilgan. Farzan, biz dahliz uy deb qo'ydik. Kirorishdagi. Agar ayolim bu xonada yotsa, men u xonada, men u xonada yotsam, ayolim bu xonada yotadi. Qancha? 2 yil bo'ldi deydi. Nimaga desa, ayolimni meni ko'rgani ko'zi yo'q, meni ayolimni ko'rgani ko'zim yo'q deydi. Shu nima qilsa keyin
ajrashib ketsakmikin deydi. Bunday uzoqlikka bormash kerak birodarlar. Bunday uzoqlikka bormash kerak. Buni o'zi asli teskarisi bo'lish kerak. Qonun qoidasi bor-ku, bola chaqani yanada urushib bo'lmaydi, qaynotani yanada erkalatib bo'lmaydi. Ha, xotin juda zo'rsan deb qaynotani yanada erkalatmaydi. Ha, bola chaqani yanada urushmang, yomon ko'rib qoladi. Yo sizni yo xotinni yomon ko'rib qoladi. Bola chaqa. 2 yildan beri qanday yashayapsizlar desam, shu o'rganib ham qoldik. Gaplashasizlarmi yo gaplashmaydi. Ovqat qilib oshonaga qo'yib qo'yadi ekan, bu ham yegisi kelsa shu ovqatdan yeb qo'yadi ekan. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ma kana min hijranihi sollallohu alayhi vasallam li ba'd nisa'ihi fa an ummu Salamah radhiyallohu anha anna an-nabiy sollallohu alayhi vasallam halafa." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasam ichdilar. "La yadkhulu ala ba'd nisa'i ahlihi shahran." Bir oy sizni yaningizga kirmayman deb ba'zi ayollarga aytgan ekan. Bo'ldi, bir oydan keyin ko'rishamiz. Tamom. Ba'zi ayollarga aytdi degani, demak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bir necha ayollar bo'lgan. Buni hammamiz bilamiz. Ba'zi ayollarga aytdi degani, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir necha ayollari bo'lganligi ma'lum va mashhur. Erkak kishilar orzu qiladi. Yetib borganlari bajarib qo'yadi. Va fihi jawaz ta'ziril mar'ati bil hajr. Bu joyda deyapti, ayol kishini jazolashning uslublaridan biri haligi gulga suvni ham quymang, o'zini ham qaramang. So'lib qoladi. Bee'tibor tashang deyapti. Qaramay qo'yasiz ekan. Payg'ambarimiz bir oydan keyin ko'rishamiz deb ba'zi bir ayollarga qasam ichgan ekan. Iza waqat min ham xalafatun. Albatta bu bir oydan keyin ko'rishamiz deb bo'lar bo'lmas voqeaga emas, qachonki shu voqeaga sabab topiladigan bo'lsa. Vallohu ta'ala alam. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga o'zi tavfiq hidoyat bersin.